To'rt klassik asarning hammasida tilga ilingan Tigodrinshi Guayunchang. Bugun meni hamda tafsiliy men so'zlab beray, qaysi asarda qanday tilga ilindi deb. Hamda ba'zida hujum debsizlar, ayol artistni. Buning mazmunini men burun so'zlab qo'ygan. To'rt klassik asarning televiziya teatrining hammasida rol olib baqqan shaxs shu. Hamda biz bu yerda men to'rt klassik asarning asli kitobning o'zida ismi chiqqan tilga olgan shaxs kim dedik. Bu Guayunchang. Birinci olup, bu yer üç parçalık haqida qilsam deyishning ojizi yo'q, shunami? Maysa o'g'ich Xuashongni qatl qilishdan, bash o'tkaldi, Oğul Sangunning kallasini elishi, Baymat Kmasib, Yalyang Vencholarning kallasini elishi, butkul asarning yerimdan avrag'ida Guayuning batırlığı so'zlangan. Ham ikkinchi olup bu yer g'arb sayohatga keldi. Nurg'ullar g'arb sayohatining nari chiqdi deydi. G'arb sayohatimi bir qancha yerda Guayuning ismi haykallari chiqdi. Birinchi olup Arishki Nanchamdan osmonning janubiy quvug'ini saqlaydigan 4 sarkarda bor. İsmi Ma Zhao Wen Guan. Ana bu yer Guan dal shu Guayunchang shu. Guayun avliyolik darajasiga ko'tarildi dedik ku. Ash Guayun shu. Shuning uchun sizlar anglayotgan Evliya Azam'ın qisas elishma yeni bir əsərdimi Guayuningmi evliyalar bilan tang chiqib qolishga sabab mushada diqqat qilsanglar. Mush nankamki 4 sarkarning birisi bak diqqat qilib qo'yganlar qayta naq shu Guayuning turqishi. Yeni birisi eliq Li Bovayning uyida chiqdi. Eliq yılan alvası var, sonun kondam tatib turgan. Bulaylik yerim kechilik kelib Li Bovayning uyini chiqdi. Shundan bu Bovay eliq haykalning oldiga kelib tazim qildi. Aşağı diqqat qilib Guayuning haykali shu. Guayuga salom qilyotdi, mash vaqtimizda bak diqqat qilsanglar Guayunchang shu. Guayuning Wushong begim, avliyo begim deb mushning salom qilyotdi. Guayu tilga ilindi ismi chiqdi. Endi Subud odamni qasr qarsak, bundan bir qadar ochiq. Birinchidan bu yerda Guanshang, cho'ng qilishli Guanshang shu Guayuning bardar shamshiri deydi. Ham buni Guayuning avlodi deydi. Tushunami? Onun kendinden Jotong, yani Jotong'un aylık uzun sakal. Jotong'un sakalını Guayuning xususi vakasında Türk sakal töremin sakal dekke deb, ma sakalının gepide bir qatim chiqdi. Onun kendinden Nujishin, aylık gürsünü soqtirdigan vaqtning o'zida Guangojamning gürsüni 82 jinkentda o'qitish va unda Guangojam bilan tanqilay oshirayotmay deydi, keyin 62 jonlar suqib turdi-ku. Mana mushadimi Guayuning nomi yeni bir qatim tilga ilindi. Subudadimi bir qanchada Liangshan kultga atamanlar aylık baturluq, mardlikda Guayuning cho'ng bilib, shundaq chiqdi. Endi qizdira vaqt kuchli bo'lsa, bir yerda chiqdi. Li Wenkovning Guanfuz deydigan bir gapi bor. Misalga shu yerdagi Guanfuz degan shu Guayun shu Guangojam shu. Mishalki Guayun tilga olgan. Unda o'zi bu hammasi tilgansi 3 parchalik haqida qilsa eng burun yozilganmi? Keyin qolgan 3 yozganlar 3 parchalikni o'qiganlik uchun buni ko'rganmi? Yo'q. Unda emas. Endi bu 3 parchalik haqida qilsa Ming sulolasi davrida yozilishdan burunla aşağıdaki Şərq Xun sulalısının axırqı davrdan başlapla Guayuningki hikoyatları bu avliyolik darajasiga ko'tarilgan xalq eg'iz adabiyot shaklida, maddohlik shaklida tarqalib kelgan. Maxsus 3 parchalik haqida qissani so'zlaydigan bir alohida bir janr borligi kelibdi tarix tuzumlar. Shuningki maxsus 3 parchalik haqida qissani ma'nosi so'zlab turgan maddohlik bir janr bor ekan. Xalq eg'iz adabiyoti bir cho'ng tur, uning ichida maxsus sangoni so'zlaydigan bir tur bor degan gap. Onun kendinden xalq teatrlarıdımı en dastlabki Guayuning obrazini chiqarib o'ynagan eliq Jingju teatri dang 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 chiqib o'ynaydi ku. Shu vaqtning o'zida en dastlab boshlangan. Hisobda bu 3 parchalik haqida qilsak kitob bo'lib yozilishdan burun tarqalishdan burunla xalqning ayog'iga ko'chib turgan buning ta'sir doirasi cho'ng. Shuning uchun qolgan 3 avtorlarmi o'z asarlariga bu yerda Guayuning nomini tilga olgan degan gap mushada. Hem düşünüyorlarmı? To'rt klassik asarning hammasida tilga ilinib baqqan shaxs Guayu. Unda Guayu qanchalik batur. Asarda buning baturlik qanchalik so'zlandi, asarda buning baturlik qanchalik so'zlandi degani hamda darsxonda 7 qismlik mazmun Guayuning o'zini 2 qism, qolgan 5 yo'l bosang u bilan tang so'zlagan, buning uchun bir xil so'zlab o'tadi. Hozircha anglab baxmagan do'stlar, qadi kitob deb yozsang unidarim chiqdi. So'rsang darsxonda avatib birma. Unidar qachilmay qolsa qadi kitob 1 deb yozsang salon chiqdi. Salonga kirib darsxonaga kirsanglar 5 yo'l bossanğın, bu yerdagi 3 parcha nima uchun elni birlik keltirolmay qoladi? Simoyi to'g'risida, Jugulyan to'g'risida nurg'un yaxshi mazmunlar bor. Yoqtirgan do'stlar kirib anglab baqsanglar bo'ldi. Mazmunga bir dona yaxshi yurak urishni unutib qolmanglar. Rahmat.